Yurtimizning barcha go'shalarida bo'lgani kabi Namangan davlat universitetida ham Navro'z umumxalq bayrami katta tantana sifatida nishonlanmoqda. Bahor tashrifi shukronalik, xalqimizning asriy qadriyatlarini ulug'lash va talabalar o'rtasida do'stlik rishtalarini mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan tadbirlar barchaga unutilmas zavq bag'ishlamoqda. Katta taraddud va ko'tarinki ruhda o'tkazilgan qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z shiori ostidagi Navro'z bayrami tadbirlarida talabalar faol ishtirok etishdi. Bayram doirasida talabalarning faolligini oshirishga xizmat qiluvchi turli tanlov va musobaqalar tashkil etildi. Ular o'rtasida o'tkazilgan tanlov va musobaqalar qiziqarliligi o'zida milliy qadriyatlarni mujassam etgani bilan barchada katta taassurot qoldirdi. Jumladan, bayram tantanalari doirasida kurash, stol tennisi, arqon tortish, tosh ko'tarish, shaxmat, shashka kabi sport musobaqalari bo'lib o'tdi. Musobaqalarda eng chaqqon va epchil talabalar g'oliblikni qo'lga kiritdi. Bilimdon yoshlar uchun esa zakovat intellektual musobaqasi tashkil etilib, bilimli va zukko talabalar o'zaro bellashdi. Ushbu bellashuvda talabalar o'zining tezkor tafakkuri va ensiklopedik bilimlarini namoyon etishdi. Shuningdek, bayram tadbirida ijodkor talabalar, mo'yqalam sohiblarining san'at asarlari asosida ko'rgazma ham tashkil qilindi. Rassomchilik namunalari milliy qadriyatlarimiz Navro'z ruhini o'zida aks ettirib, barchada iliq taassurot qoldirdi. Bayram tadbirida Navro'z bayramining ajralmas qismi bo'lmish milliy taomlar ham alohida e'tiborga olindi. Mohir oshpaz talabalar ishtirokida osh chempionati bo'lib o'tdi. Mazali palovlar pishirilib, ta'mi va ko'rinishi jihatidan eng mukammal taom egalariga munosib e'tiroflar bildirildi. O'z navbatida bahoriy taomlar ko'rgazmasi ham tashkil etildi va bu bayram ishtirokchilariga katta zavq ulashdi. Mana shu kunlarda yurtimizda Navro'z bayramini shukuh kezib yuribdi. Bu Navro'z bayrami yangilanish, yosharish, go'zallik bayramlaridan biri sifatida qadimdan nishonlanib kelinadi. Bugun mana talabalarimiz, professor o'qituvchilarimiz ishtirokida bir qator Navro'z ayyomiga oid tadbirlar, bellashuvlar, konkurslar, sport o'yinlari o'tkazilmoqda. Bu bugungi kunda yurtimizga mana shunday bayramlarning sig'ayotganligi, xalqimizni kayfiyatini juda yuqori ekanligi, minnatdorchilik hissi borligi, talabalarimizni, o'qituvchilarimizni bugungi bo'layotgan siyosatlarda, islohotlarda, yurtboshimiz tomonidan olib borayotgan islohotlarni, yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlarni, ta'limda bo'layotgan o'zgarishlardan minnatdorchilikning aks sadosi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki yaxshi kayfiyat, to'kin sochin bo'lgan yurtda bayramlar yarashadi. Shu kunlarda mamlakatimizda universitetda o'tkazilayotgan bayramlar, tadbirlar, turli xil o'yinlar bugungi kunda yoshlarimizni yana bir karra milliy qadriyatlarimizni, urf-odatlarimizni, milliy bayramlarimizni eslashga va ularni qadrlashga va bularni yanada uzoq yillar xotirlab yurishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, ushbu bayram tadbiri Namangan davlat universiteti jamoasi uchun faqatgina milliy qadriyatlarimizni ulug'lash tantanasi bo'libgina qolmay, balki talabalarning o'zaro jamoaviy birdamligini oshirishga ham xizmat qildi. Yoshlar iqtidori va salohiyatini har jihatdan rivojlantirishga zamin yaratdi.